Имя, фамилия. Имя, фамилия Ахмедов. Мухридин. Угу. Страна. Узбекистан. Город. Самарканд. Угу. Возраст. 22. 22. Еще с тобой из Узбекистана кто-то был? Да, один парень был. Угу. Как попал в ЧВК? Как додумался до этого вообще? Студент. Студент, нужны бабки, да? Да. Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik urushida kamida 481 nafar o'zbekistonlik halok bo'libdi. 481 nafari. Shuncha vatandoshimiz o'lib ketgan u hech kim hech narsa demagan. Bu biz emas, Trus Handus inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan raqamlardir. Tadqiqotchilar eng kamida demoqda. Demak, ushbu urushda o'lib ketgan vatandoshlarimiz soni 500 nafardan osharkan. Tahlilchilarga ko'ra, 2022-yildan buyon Rossiya armiyasi safiga 130 dan ortiq davlatdan 10 minglab muhojirlar jalb qilingan. Yollanma askarlarning katta qismi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonlik. Ko'rinib turibdiki, ruslar urushga yollash uchun ijtimoiy va huquqiy jihatdan eng himoyasiz qatlam bo'lgan Markaziy Osiyoliklarni tanlamoqda. Mahalliy nashrlar ham 2022-yildan buyon muhojirlar yashaydigan va ishlaydigan hududlarda, hatto masjidlarda ham reydlar soni keskin ko'paygani haqida xabar bermoqda. Ko'p hollarda harbiy kontrakt imzolash, deportatsiya yoki jinoiy ta'qibdan qutulish yo'li sifatida taqdim etilgan bo'lib, hujjatlarni tortib olish, soxta jinoiy ayblovlar qo'yish, kaltaklash va bosim o'tkazish kabi holatlar qayd etilgan, deyiladi Trus Handus hisobotida. Ko'plab muhojirlar Rossiya fuqaroligini olish yoki Yevropaga chiqish va'dalari bilan jalb qilingan bo'lsa-da, amalda tilni bilmasdan turib shartnomalar imzolashga majburlagan va qisqa tayyorgarlikdan so'ng eng xavfli urush jabhalariga yuborilgan. Shu sababli tadqiqot mualliflari mazkur amaliyotni oddiy harbiy rekruting deb baholamay, aldash, majburlash va zo'rlash holatlarini ham hisobga olgan holda odam savdosi belgilariga mos kelishini ta'kidlaganlar. Hisobot natijalari Rossiya armiyasida xorijliklarni jalb qilish tizimi tasodifiy emas, balki tizimli ekanini va bu jarayon mintaqaviy xavfsizlik hamda inson huquqlari nuqtai nazaridan jiddiy xavotir uyg'otishini ko'rsatadi. Yaqinda Telegram sahifamizda Rossiya tomonidan 5000 ga yaqin o'zbekistonlik Ukraina urushiga jalb qilingani haqida xabar bergandik. Ukrainaning Xachujit loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kamida 4853 nafar O'zbekiston fuqarosini qaynoq nuqtalarga tashlagan. Shuningdek, loyiha Ukraina razvedka xizmatida ushbu shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari ham mavjudligini qo'shimcha qilgan. Bu esa vaziyatning naqadar og'irligini ko'rsatadi. Xo'sh, mana shunday pallada vatandoshlarimiz xavfsizligi va huquqini himoya qilish kerak bo'lgan, shuning uchun kattagina maosh olib, qimmatbaho mashinalarda yurgan mas'ullarimiz nima qilmoqda? Deyarli hech narsa. Hatto farzandining taqdiri nima bo'lganidan xavotir olib, hukumatga murojaat qilganlar ham g'alati javob olyapti. So'zimizga misol sifatida mana bu murojaatga e'tibor qaratamiz. Unda shunday deyiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovga o'g'lim Quvondiqov Ma'ruf Orif o'g'li 2022-yil 31-may kuni Rossiya Federatsiyasi hududida ushlangan. 2023-yil 12-iyul kuni sud hukmi bilan u 6 yilga qamaldi. O'g'lim viloyatidagi qamoqxonada edi. Ma'ruf bilan oxirgi marta 2025-yil 15-yanvar kuni gaplashganmiz. Shundan so'ng uning qayerda ekani, sog'lig'i va taqdiri haqida hech qanday rasmiy ma'lumot mavjud emas. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u Ukrainadagi urushga jo'natilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda sizdan o'g'lim haqida ma'lumot olib berishingizni iltimos qilaman. Ona sifatida o'g'limning hayoti va xavfsizligi uchun qattiq xavotirdaman. Hurmat bilan Surxondaryolik Nazira Berdiyeva. Ushbu murojaatdan so'ng O'zbekiston 24 kanalida Rossiyaga yurtdoshimiz Ma'rufjonning qayerda ekani haqida so'rov jo'natildi. Moskva boshqa bir mustaqil davlatning fuqarosini o'z boshimchalik bilan urushga yubora olmasligini aytib, Nazira opaga ma'lumot berishni kechiktirib, xavotirga solgani uchun uzr so'radi degan xabar chiqdi deb o'ylaysizmi? Afsuski yo'q. Farzandi g'amida o'rtanayotgan o'zbek onasi Tashqi ishlar vazirligidan yordam so'radi. Mas'ullar esa, kechirasiz, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush sababli biz na Rossiyaga, na Ukrainaga rasmiy nota yubora olmaymiz, deb javob qaytargan. Go'yoki urush sababli Rossiya va Ukraina hukumati a'zolari bilan aloqalar uzilib qolgandek. Ajablanarlisi, ushbu javobdan so'ng ham yaqinda prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva Putin administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Kriyenko bilan uchrashgani haqida o'z sahifasiga post joylagandi.
Bunaqa nozik odamlar uchrashuvida qanaqadir o'zbek migranti haqida gapirilarmidi dersiz. Xo'sh, ayni paytda xalqning koriga yaraydigan elchilarimiz qayerda qoldi? Ular maxsus ziyofatlarda tortiladigan konyaklardan mast bo'lib uxlab qolishganmi? Aslida xalqimizning xorijda sarson sargardon bo'lib qolishiga pichog'i moy ustida bo'lgan amaldorlarimiz ham aybdor emasmi? Mamlakatimizda yetarlicha ish o'rinlari yaratilmagani, bo'lganda ham maoshi juda ozligi, korrupsiya va tanish-bilishchilikka o'xshash illatlarning tomir yoygani, imkoniyati cheklangan oddiy odamning o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, xorijga yo'l olishiga sabab bo'lmoqda. Ukrainadagi urushda Rossiya armiyasi safida jang qilgan o'zbeklarga yengil jazo berilayotgani ham balki mana shu aybdorlik hissi sababdir. Misol uchun, o'tgan oyda 22 yoshli samarqandlik yigitga Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etgani uchun 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Ya'ni uning xuddi shu muddat ichida yashash joyini ruxsatsiz tark etishi va Samarqand viloyat hududidan tashqariga chiqishi taqiqlangandi. Bunga o'xshash misollarni yana ko'p keltirishimiz mumkin. Albatta bu yerda katta og'a sizni kuzatyapti degan tendensiya ham ishlaydi. Qisqa qilib aytganda, bugun Rossiya uni 2-jahon urushidan tortib Ukrainadagi urushlargacha o'zining moli, joni va qoni bilan himoya qilib kelayotgan o'zbeklardan minnatdor bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda mashhur sovet rejissyori Leonid Gayday o'zining filmida soxta Ivan Grozniy tilidan aytganidek qo'shimcha sut berish kerak. Mana sizlar bo'lsa shoh deysizlar. Hammangiz Mariya Vasilyevna shohlarga mazada o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybat bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga tekin go'stirib turishlari kerak. Sababi arzimagan haq evaziga tabiiy boyliklarini tortib olmasin, turli reydlar bahonasida urib tepmasin, har qanday vaziyatda ham katta og'aning xizmatida bo'ladigan musulmonlar bor. Biz allaqachon ruslarning ambitsiyalari va manfaatlari yo'lida qurbon bo'lishga ham tayyor ekanimizni isbotlab bo'ldik. Afsuski, o'zbek muhojirlariga turli bosimlar qilib, ularni Rossiyadan quvib chiqarayotgan, qamayotganlar buni tushunmaydi. Moskva musulmonlarni urushning eng birinchi qatorida foydalanishi mumkin bo'lgan mavjudotlar sifatida ko'rishi esa o'zgarmaydigan aksiomadir. Xulosa shuki, muammo faqat Rossiyada yoki urushda ham emas. Yurtdoshlarimizning hayoti juda arzon resursga aylanib qolyapti. Kim uchundir arzon ishchi kuchi, kim uchundir frontdagi tirik xalqon, kim uchundir esa statistikadagi yana bir raqam. Hatto o'zimiz ham bu holatlarga sekin-asta ko'nikib boryapmiz. 481 raqami dahshatli, lekin u ertaga 600 bo'lsa ham sukut saqlanishi mumkin. Chunki fojia normallashib bormoqda.